Assalomu alaykum do'stlar. Qadrdonlar. Namangan Sarbon zapravkani yonidagi navbatdagi ishlarimiz. 6 ta stupenkali zinamiz. Razmirlarga keladigan bo'lsak, 15 ga 30 dan 6 ta stupenka tushgan. Ikkala tomondan dorizaxona. Dorizaxonamizning kengligi 460 bo'lgan. 340 joy qilibdi bag'ida. Moshinaga ham mushat bermaydi. Hayatda chiroyli tushdi bu yerga. İşlerimiz hayatda ideal bo'ldi. Begavot armatura, siemlar ham filosofiya. Bestoka qilib berdik. Navbatdagi vaqtdagi ishlarimiz ham bor. Oldilarni chiroyli qilib, radiusga chiroyli qilib aylantirib berganmiz bu yerda ham. İnşallah buni ham hozir 1 soatda inshaalloh quyib tugatamiz. Bag'da ishlarimiz bo'lgan oldin. 2 kunda bitgan zinamiz bu. Bu tomonda bor. Bunisi ham 2 kunda bitgan. Bu ham razmirlari ham nihoyatda zo'r chiqqan. 15,5 ga 30 dan bu tomonlari ham shunaqa. Hop, o'tda aylanamiz 28 dan to'g'ri kelgan. Like bas, подписка bas qo'yasizlar.